Kunda ko'pchilik Kia Sonet avtomobiliga ustonovka so'rashadi. Ya'ni mana shu blokdan foydalanishingiz kerak. 100% original ADAX 8 ta injektorga moslashtirilgan miyali servis garantiya 2 yil 100% beramiz. Ideal holatda Kia Sonet avtomobiliga kafolatli bo'lgan propanli ustonovka qilib beramiz. Narx-navosi super mega chegirma narxda obuna bo'lgan bo'lsangiz. Xo'p, bu avtomobilga ham har doimgidek ideal qilib ustonovka jarayonida ish jarayoni suvni spetsial pechkadan olamiz. Reduktor yaxshi qizgan degan proyekt berish zo'r bo'ladi. Bu tomonda 12 avtomobilimiz, bu tomonda ham 12 avtomobilimiz. Har qanday turdagi avtomobillarga sifatli holatda propan yoki metan ustonovka qilib beramiz. Shlankalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda ham issiqqa, sovuqqa o'zini o'zgartirmagan baquvvat bo'lgan shlankalarda. Kimgadir mana shunaqa sifatli, ishonchli propan yoki metan xizmati kerak bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. Siz kutgan sifatli ishlarimiz hali oldinda. Video obzor davomida sizga qanaqa ustonovka qilish kerak va nimalarga ahamiyat berish kerak, propan yoki metan bo'yicha o'shalar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Mayli sizga agar ustonovka qilish kerak bo'lmasa ham, proyektlarda o'zingiz uchun bilib olasiz. Super mega chegirma narxida 12 avtomobillarga 3 million 600 ming so'mdan ustonovka qilib beramiz. Har doimgidek original Yevropa gazlar bilan. Tanlovda adashmaymiz. Bu videoni qayerda sifatli, ishonchli karantinli bo'lgan propan yoki metan qo'ysam bo'ladi deb yurganlarga yuborib qo'ying. Keling, kafolati bilan ustonovka qilib beramiz. Kia Sonet avtomobili 47 talik bilan o'rtacha 450 dan 500 probek berishi mumkin. Zapravka qarab ko'payib kamayadi. 12 avtomobili 65 talik bilan bemalol 650-700 km, ya'ni dalniyda berishi mumkin. Gentra esa 300 dan 350 gacha 47 talik tabletka bilan. Tanlovda adashimiz, obuna bo'lishni unutmang.